Hammaga assalomu alaykum. Mana bahor kunlarida sekin bir chekkadan mana shu atimizni kuzgi ishlarini boshlab bordik. Mana bu yerda biz lola piyoz ekkanmiz va ustidan chiroyli viola, anitsini glaska gullardan ketyapmiz. Juda ham chiroyli. Va bilasizlarmi, yaqin kunlarda mana shu shtampoviy rozani ekdi. Juda ham chiroyli. Qaranglar. Oq atirgullarni hidi ham zo'r. Hozirgi kunda mana shu shtampoviy atirgullar juda ham populyarniy bo'lgan. Chunki O'zbekiston iqlimiga mana shu atirgullar bemalol moslashib ketadi. Mana bu yerga biz 4 ta tup atirgul ekdik. Va bilasizlarmi, bu atirgullar bahordan birinchi qorgacha gullab, hovlini, landshaftni chiroyli qilib turadi. Mana men bitta hozir g'unchalar solgan. Har bitta g'unchasi mana shunaqa ochiladi. Keyin esa mana bunaqa katta atirgul bo'lib ochilib, hid taraydi o'zidan. Mana bu yerga esa mana bunaqa ikki xil rangli atirgul ekdik. Bu ham o'ziga yarasha juda ham chiroyli. Mana birkasi. Ya'ni bu atirgullarimiz mana bu ham g'unchalab ketgan hozir. Har bitta g'unchasi mana shunaqa gullaydi va ochiladi. Juda ham chiroyli.